Mana bugun 6-may sanasi 26-yil. Zamin savdo markazimizda savdolarimiz uzun davom etmoqda. Ushbu kabina Motorola'mizdan sotildi 16 million so'mga o'zlari olib ketishga va ushbu 1.2 modelimiz Turbo Max modelimizdan sotildi 9 million so'mga Andijon Xo'jaobodga o'zlari minib ketishga, o'zlari olib ketishga sotildi. Hoji buva qalay? Ma'qulmi? Ma'qul. Yaxshimi? Men tomonni fon aylanib keldim. Ha. Bitta men 9ga chiqqan bo'lsam aylanib ketaman, kelib ko'rdim bu yerda gaplashdim. Fon aylanib keldim, eng ma'qul kelgan joyim mana shu bo'ldi. Ha. Qanday ko'ngildan? Ha, ya, rahmat. Ma'qul, xudo xolasa yaxshi kunlaringizni ham nasib qilsin hoji buva. Kimga mana shunday materiallarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, Zamin savdo markazimizga kelishlaringiz va Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek bozori yonginasida joylashgan. Kimgadir mana shunday materiallarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.